Assalomu alaykum. Sog'omonmisiz? Rus tilidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda ham hayotda kerak bo'ladigan aralash gaplar bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Kanalimni qo'llab-quvvatlab, layklar bosing, obuna bo'ling. Bu men uchun juda ham zarur ekanligini siz juda ham yaxshi bilasiz. Rahmat obuna uchun, rahmat layklar uchun. Darsimizni boshladik. Yo'q deyishni o'rgan. Bir xil odamlar bo'ladiki, yo'q deya olmaydi. Sen ham yo'q deyishni o'rgan deb aytamiz-ku. Yo'q deyishni o'rgan degan gapni biz научись говорить нет. Научись говорить нет. Научись говорить нет. Navbatdagi gapimiz oldinga bir qadam tashla. Bir qadam tashla oldinga. Ikki qadam tashla degan gaplar hayotda aytiladi. Bu gapni biz делай шаг вперед. Делай шаг вперед deb aytamiz. Вперед deb yoziladi. V qo'shib yoziladi. Вперед. Lekin buni biz вперед deb o'qiymiz qo'shib. F chunki V jarangli, V dan keyingi kelayotgan P tovushi jarangsiz tovush. Agar jarangli tovushlar jarangsiz tovushdan oldin kelsa, u ham jarangsiz bo'lib o'qiladi. Yana V F bo'lib o'qiladi. Вперед, вперед. Делай шаг вперед. Juda ham chiroyli qilingan. Bir narsani ko'rib havas qilib qarasiz, juda chiroyli qilibdi, juda chiroyli yasalibdi deb aytamiz-ku, nima narsa bo'lsa ham. O'sha gapni biz juda ham chiroyli qilingan degan gapni очень красиво сделано. Сделано очень красиво. Очень красиво сделано deb joyini almashtirib aytsak ham bo'laveradi. Bu ham juda chiroyli gap. Buning hech qanday yomon joyi yo'q. Buning hech qanday yomon tomoni yo'q degan gapni ham biz hayotda ko'p ishlatamiz. O'sha gapni biz в этом ничего плохого нет deb tarjima qilamiz. В этом ничего плохого нет. В этом ничего плохого нет deb aytasiz. Navbatdagi gapimiz men baxtimni izlayapman. Men o'z baxtimni izlayapman degan gapni biz я ищу своего счастья deb tarjima qilamiz. Я ищу своего счастья. Своего deb o'qiymiz. Yozganimizda esa своего, его, qarang, своего deb o'qiymiz. Oxirdagi o ga urg'u tushgani uchun birinchi bo'g'indagi o harfi a ga aylanib ketadi. Я ищу своего счастья. Я ищу своего счастья. Va bugungi darsimizning oxirgi gapi baxtingni topdingmi deyilgan gap. Baxtingni topdingmi? Ты нашел свое счастье? O'z baxtingni topdingmi? Нашел счастье. Ты нашел своего счастья? O'z baxtingni topdingmi? Ты нашла, qizlarga aytamiz, женский rodda. Ты нашла своего счастья? Нашла ты своего счастья? Нашел ты своего счастья? Нашел мужской rodda ishlatamiz. Нашла fe'lini женский rodda ishlatamiz. Нашел свое счастье, нашла свое счастье. Ha, topdim, da нашел, da нашла deb javob berishingiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimizni ham nihoyasiga yetkazdik. Kamchiliklar bo'lsa uzr. O'qing, o'rganing, muloqotda bo'ling.
xayr, salomat bo'ling.